Navbatdagi misolimiz rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib siz a ning qiymatini toping debdi. Xo'p, siz a ning qiymatini topishimiz uchun e'tibor qilamiz, f d e ga tengligidan d dan o'rta chiziq chizaman. Buni p desam, o'rta chiziq bo'lgandan keyin p b'im nimaga teng? 1,5 ga teng. Chunki f s'im 9 ga teng bo'lganligi uchun mana 1,5 deb yozdim. Endi bizda b deyimiz 3 ga teng bo'lsa, o'xshashlikdan p d ni topsam 2 ga ko'paytirib qo'yaman. Buni a desam, a ning 4 ga nisbati 1,5 ning 3 ga nisbati. Bundan a teng 2 ga tengligini ko'rishim mumkin. A 2 ga teng bo'lsa, x'im 4 ga teng. Chunki x'im 2 ga teng edi. Bu B javobda. Davom etamiz. ABCD kvadratining yuzini toping debdi. A burchagim 90 gradusligini bilaman. Tomonni A desam, mendan nimani so'ragan? A kvadratini so'ragan. Endi Oklid teoremasi qo'llayman. Oklid teoremasi nima deydi? A ning kvadrati deydi. 7 ning kvadrati ko'paytirilgan 7 plus 3 ning kvadrati deydi. To'g'ri cho'rchakda. Buni hech qanaqa masalan a ni topish shart emas yoki a f ni topib nimadir qilish shart emas. Bitta Oklid teoremasini ishlab qo'ysak bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.